Assalamu alaykum barliq Şərq Türkistanlıq qarandaşlar. Əmmənlarınki muş vaqtınlar xeyirlik bolsun. Bugünkü sözləb qilishimning sababi əmmənlarga ma'lum bo'lganidek, ba'zi atalmış, ya'ni da'vogarlar yoki kishilik huquq aktivistlari uzundan beri xalqimizningki xonim qizlarimizga qilayotgan jinsiy parakendicilikga, tajovuzchilikka qarshi yaqindan yozi bir hareketler bulayotidu. Buni gerçi 2019-yıldan tatip tunji qitim bizningki xabarimiz bo'lgan vaqtlar shu vaqtlarda necha yillik degan to'q davlatniki u yerlarga. Ammo asta-asta surishti qilib, asta-asta pash bulayotidi bu munofiqlar. Ve bu vatan hainleri, tacavuzçular. Ama bizninki xalq bo'lish sifətimiz bilan qiladigan bir necha hareketlerimiz var bunun qarta. Biri barliq teşkilatlarımız, dünyanın her qaysi joylaridagi barliq teşkilatlar o'zininki turishliq davlatidagi istixborotiga, ya'ni shu yerlik istixborotiga bu insoniyat qarshi jinoyat desak bo'ladi. Bizning milliy urf-odatimizga, diniy nuqtadan, har qanday nuqtadan bu tajovuzchilik yomon bir narsa. Bu jinsiy parakendicilik yomon bir narsa. Shuning uchun mushunda qilgan atalmış da'vogar siyaqqa kirib olgan munofiqlarni surishti qilib jazolashini talab qilishimiz kerak. Tashkilotlar bilan sifatimiz bilan. Ikkinchi masala xonim qizlarimizningki mushunda ishliga duchor bo'lgan xonim qizlarimiz necha kundan yozi mana torlarda qaynayotidi. Nurg'un teşkilatlar, shaxslar qo'pab bizga aloqa qilinglar, bizga aloqa qilsanglar, biz anda yordam qilamiz, manda yordam qilamiz deb. Va bu atalmış teşkilatlarninki ve ba'zilari van kempirlarninki ve boshqalarninki bunda qilishi da bir ish bor. Uni Alloh o'zi biladi va asosda yaqindan chiqadi. Ammo bexatarlik nuqtasidan bu yerga xalqimizningki bexatarligiga bo'libmi, shu xonim qizlarniki mushunda ishlarga duchor bo'lgan xonim qizlarimizning bexatarligi uchun men so'zlab o'taman. Teşkilatlarga, shaxslarga bu to'g'riliq yordam talab qilmanglar. Yordam talab qiladigan, adolat talab qiladigan o'rinlar bor. U bo'lsa, shu yerlik istixboroti, yerlik soqchilar va masalan mushunda ishlarga aloqador yordam qila oladigan xalqaroliq, ya'ni davlatlik tashkilotlardan masalan davlatlik jinsiy tajovuzchilik qarshi ma'lum qilish qizlik liniyasi deb bir teşkilat var. Shularga aloqalashsanglar bo'ladi. Shularga aloqalashinglar va faqat shularga nim qilinglar. Boshqa Uyg'urlarga, masalan, bir Uyg'ur kelib men yordam qilaman desa, yoki bir tashkilot kelib, Uyg'urning tashkiloti kelib men yordam qilaman desa, uning nim qilmanglar. Chunki ko'pinchilari mushun da'vatgan, mushunda bizga nim qilinglar da'vatganlar necha yilning yozi mushu tajovuzchilikni, mushu jinsiy parakendicilikni eppagan atalmış da'vogarlarning yanada xizmat qilganlari, shularni ulug' doim deb ko'targanlari, shuning uchun sizlarningki uchurlaringlar maxfiyatlik qolmaydi agar bular bilan nim qilsanglar. Va buning ichida boshqa bir yo'llanma bo'lishi kerak. Shuning uchun o'zingning bexatarligi uchun va haqiqatdan mush ishninki surishti qilinib, adolat yerini tepish uchun sizlar chet ellik shu o'zingning turayotgan davlatiningki soqchixonlarga, istixborotiga, masalan, Amerikadagilar FBI'ga ma'lum qilish kerak. Va FBI'ga ma'lum qilgandimi to'g'rilanishini yozib qo'ydim. Agar til qisqinchiligingiz bo'lsa, til bilmayman desanglar, ularningki tarjimonlari bor. Va ulardan so'ranglarki, tarjimonlarni Uyg'ur qilmasin. Uyg'ur tarjimal emas, menga Uyg'urcha biladigan shu
istihbaratniki Amerikalik tarjimonlardan nurg'un yillar bor. Şunun bilan paranglashman, shuningga deyman deb o'zingizning bexatarligingni va maishninki tafsiliy surishti qilib, mushu jinoyatlarni o'tkazgan xoin munofiqlarninki jazolanishini talab qilishinglar kerak. Aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu tashkilotlarga bizning yordam so'manglar, bizning tavsiyasimiz, ya'ni surgun hukumat bo'lish sifatimiz bilan bizning qila oladiganimiz, sizlarga bera oladigan yordamimiz shu istihborotninki torbitini yo'llab berish yoki mushu chet elliklarniki masalan ma'u davlatlik jinsiy tajovuzchilikka ma'lum qilish qiziq liniyasining uchurini berishlam shuni ham qila olamiz. Boshqa yordam qilolmaymiz. Buningdan ag'rinmanglar. Ammo qilayotgan yordamimiz, ya'ni qilayotgan ishimiz uzundan beri mush munofiqlarninki mushu da'vogar tunni kiyinib da'vo qilaman deb qizlarimizni, ayollarni, boshqalarni shunda jinsiy parakanchilik qilib, tajovuzlik qilayotgan munofiqlarni necha yilning o'zi biz shunda ishlar bo'layotdi, tekshiringlar deb necha yoqqa deganimiz bor. Ammo xalq bo'lish butunlar bilan, tashkilotlar bo'lish butunlar bilan hammanglarniki o'z turishlik davlatinglardagi istihborotga mushunda ishlarni bizningki diasporada mushunda bo'layotgan ishlarni surishti qilishini va mushunda ishni qilayotgan shu xoin munofiqlarni, pastkash insonlarni eng qattiq shaklda jazolashini talab qilishimiz kerak va buningga mushu jinoyatdagi duchor bo'lgan xonim qizlarimiz bevosita shu istihborotlarga o'zi aloqalashib, o'zi yetkazish kerak. Va agar qonuniy jihatdan da'vogarga advokat tepish kerak bo'lsa, yana mushu davlatlik jinsiy tajovuzchilik ma'lum qilish qiziq liniyasiga kirsanglar, ular paranglashib sizlar bilan bexatar shaklda hech kimga bilinmay paranglashib sizlarga advokat, ya'ni amerikalik bir advokatni tavsiya qila oladi. Agar qonuniy jihatdan sudga borman deydigan ishlar bo'lsa. Va buni qilishinglar kerak. Mening talabim shuki, shunda ishlar bo'lgan xalqimiz, shunga duch bo'lgan xalqimiz mayli ko'pincha ayollar, ammo buning orasida erlarmi bo'lishi mumkin. Ya'ni chunki bu yolg'izlar boshqalar bor ya, ayollarni shunda qilib ko'radigan, shunda qiliqni qildigan ba'zi ayol da'vogarlar bor. Agar kim shunda ishlar duchor bo'lsa, buni arz qilish kerak va bularninki jazolanishini talab qilish kerak. Chunki bu ishlarni tozalamay turib, aziz qarindoshlarimiz, bizningki umumiy milliy masalamizni, davlatimizningki mustaqillik masalasiga keltirish masalasini ishga oshirolmaymiz. Yoki munofiqlarni, xoinlarni tozalamay turib. Shuning uchun aziz qarindoshlar, yana deydiganim, tashkilotlarga bo'lib buningga shunda ishlarga duchor bo'lgan kishilar, xonim qizlarimiz va yoki boshqalar bo'lsa, agar erlar shunda ishlarga duchor bo'lgan bo'lsa, istihborotga ma'lum qilinglar va bularninki jazolanishini talab qilinglar. Ammo tashkilotlarga aldanib ketmanglar. Chiqib biz yordam qilamiz, biz ushur biringlar, biz anda qilamiz deganlarga aldanib ketmanglar. Chunki ko'pinchilarni oq ko'rinishini surishti qilib baqsangiz, ko'pinchilari bir dumlablam mustaqilchi bo'lib olishdan burun, ya'ni shu duqninki, ya'ni shu ishni qilgan, mushulga ko'z yumib qo'ygan munofiq xoinlar bilan birlikda sap o'tag'anlar. Shular bilan birlikda da'vo qilganlar. Shuni unutib qolmanglar. Shuning uchun o'zingizning bexatarlik uchun bu ishninki bexatar surishti qilish uchun va adolat yerini tepish uchun bevosita o'zingizlar shu istihborotni qilinglar, ma'lum qilinglar. Saqchiga o'zingizlar ma'lum qilinglar. Tarjimal kerak bo'lsa, ulardan talab qilinglar. Menga uyg'urcha bir tarjimal kerak, ammo uyg'ur bo'lmasin, o'zingizlarki shu uyg'urcha biladigan amerikalik tarjimallarni aka deb shunda epiranglar qarindoshlar. Inshaalloh pat yaqinda adolat yerini topadi deb o'ylayman. Va bu uyallarning hammasi
buzuludu. Bu hain münafıklar cazasını tatıdı. Ama o hain münafıklığın cazasını tatkızış üçün bizmi, yani halk buluş süpütümüz bilen, teşkilatlar buluş süpütümüz bilen öz turuşluk dövletimizge bunu sörüşt kılışını, şu yerdeki istihbaratnınki bunu sörüşt kılışını talep kılışımız gerek ve muşunda cinayetlerge düçar boğan hanım kızlar veya ki başkalar adalet talep kılış gerek. Kanuni yoldan bu münafıklarınki, bu insanın kalbinden çıkan narsalarınki jazalanışını talep kılışınlar gerek. Deydiğinin bu şunçilik ma uçurlar, ma torni ve nege arz kılışını ve nadin yardım kılışınlarını kılış arz edilen yerini numara bilen, tor biti bilen yazıp koyduk. Kalganını şundan anlasanlar buludu. İhtiyat kılınlar, yani deydiğim şu, ihtiyat kılınlar, aldınıp ketmenler, teşkilatlara, şahslarga işenmenler, bevasıta üzerine kılınlar. Ma işinki pakiz resmi aniqlanıp çıkış üçün süreçti kılıp şu cinayetini kıygan kişilerinki, teşkilatlarınki jazalanış üçün bunu bevasıta üzerine nim kılışınlar gerek. Bolmasa yani şu üzünden yana da burun hizmet kıygalı şapıllam mustaqilçi bulup halkını aldap yana şular kılıp şurunlarını igillep yana şu tehdit kılımen deydi o yaki başka uyullarını oynayışı mümkün. Uyullarını oynmaslık için ve bir hatarlık için yana deydiğim şu bevasıta istihbaratka üzanla yani şahs buluş bütünle bilen üzanla alaqlaşınlar. Başkalarını arılaştırıp almalar. Rahmet.